shuncha turgani yetar. 205 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgi, ya'ni stop deb o'rganganmiz. Mana shu belgini olib tashlasa ham bo'ladi. Bildinglar qattiq. Shu belgidan keyaverish, bu yoq tomonda vokzal. Bu yoqda ham belgi turibdi, bu yoqda ham belgi turibdi. Nima keragi bor hozir u belgini? Endi e'tibor bering temir yo'l ishiga, mana. Qanaqa o'tadi bu yerdan poyezd? Bu yerda bitta bog' tashkillashtirib so'ragan bo'lib qolgan-ku. Mana o't o'ram bo'lib, o'sib ham yopilib ketgan izlar. Nariyoq tomon nimadirlar ag'anab ham yotdi, xohlasa ham o'ta olmaydi-da. Bu yerda belgilar hozir kerak emas. Oldin kerak bo'lgandi, hozir kerak emas. Qizig'i shuki, nariyoq tomonda ayrim hollarda ayrim ichki ishchi xodimlar turib olib, shu 205 belgisi to'xtamagan haydovchiga bayonot rasmiylashtirisyapti. Odamni ko'rgiz qistaydi lekin. Bekordan bekor sun'iy tirbandlik kelib chiqyapti. To'xtab qo'zg'alib, nima keragi bor? Muttasil tashkilotdan shu narsani iltimos qilamiz, shu joyga o'zingizlar e'tiborni qaratib, shu belgini olib tashlashinglarni. Haydovchi ham xursand bo'lardi. Tezroq bu videoni tarqatish uchun layklar bosib, kommentar qoldirib, ana shu tushunib tashlasanglar, yana ham xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar.